Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlar pasport almashtirish shartmi? Kimlar ID kartaga o'tadi? Eski pasport bilan yurish mumkinmi? Qachon jarima bo'lishi mumkin va eng asosiysi, siz hozir nima qilishingiz kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, qarindoshlari uchun ham juda muhim. Chunki ko'p oilalarda ota-onamiz yoki buvi bobolarimiz hujjat masalasida qiynalib qoladi. Navbatda turadi, noto'g'ri maslahat eshitadi yoki kerak bo'lmagan joyga borib vaqt yo'qotadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak? Kim shoshilmasa ham bo'ladi? Qaysi holatda ID karta majburiy bo'ladi? Qaysi holatda eski pasport hali ham ishlaydi? Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun kelib sizga yoki yaqinlaringizga albatta kerak bo'ladi. Avvalo eng asosiy narsani tushunib olaylik. Ilgari O'zbekistonda fuqarolar ichki hujjat sifatida pasportdan foydalangan. Ko'pchilikning qo'lida ko'k rangli biometrik pasport bor. Unda shaxsning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, ro'yxatdan o'tgan manzili, pasport seriyasi va raqami ko'rsatilgan. Shu pasport bilan bankka borardik. Pensiya olardik, shifoxonaga murojaat qilardik, notariusga kirardik, kommunal xizmatlarda ish yuritardik. Propiska masalasini hal qilardik. Keyin tizim bosqichma-bosqich o'zgardi. Ichki pasport o'rniga ID karta joriy qilindi. ID karta bu plastik karta ko'rinishidagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat. U bank kartaga o'xshagan ixcham hujjat. Unda asosiy ma'lumotlar yoziladi. Ichida elektron chip bo'ladi. Shu chip orqali shaxs haqidagi ma'lumotlar davlat tizimlarida tezroq tekshiriladi. Bu o'zgarishning sababi nimada? Sababi davlat xizmatlarini raqamlashtirish, hujjatlarni ixchamlashtirish, shaxsni aniqlash jarayonini tezlashtirish. Masalan, eski pasportda ko'p sahifa bor. Ro'yxatdan o'tish muhrlari, nikoh qaydlari, bolalar haqida yozuvlar bo'lishi mumkin edi. Hozir esa ko'p ma'lumot elektron bazalarda yuritiladi. ID karta esa shaxsni tasdiqlovchi asosiy ichki hujjat vazifasini bajaradi. Lekin shu yerda odamlarni eng ko'p chalg'itayotgan savol paydo bo'ladi. Demak, eski pasport birdaniga bekor bo'ldimi? Yo'q. Har doim ham bunday emas, odatda. Amaldagi biometrik pasportlar o'z muddati tugaguncha yoki qonunda belgilangan holatlar yuz bermaguncha ishlatilishi mumkin. Lekin agar pasport muddati tugasa, yaroqsiz holga kelsa, yo'qolsa, familiya o'zgarsa, ma'lumotlarda xatolik bo'lsa yoki odam yangi hujjat olish uchun murojaat qilsa, unga endi eski namunadagi pasport emas, ID karta rasmiylashtiriladi. Pensionerlar nima uchun alohida e'tibor berish kerak? Chunki pensionerlarning bir qismida juda eski pasport bo'lishi mumkin. Ayrimlarning pasportida muddati tugagan bo'lishi mumkin. Ayrimlar esa 6 yoshdan keyin bergan hujjat muddatsiz deb o'ylab umuman tekshirtirmaydi. Yana bir muhim narsa, ba'zi xizmatlar elektron tizimga o'tgani uchun eski hujjatdagi ma'lumotlar bazadagi ma'lumotlar bilan mos kelmasa, odam bankda, pensiya jamg'armasida, notariusda yoki davlat xizmatlari markazida qiynalib qolishi mumkin. Endi asosiy savolga kelamiz, kimlar ID kartaga o'tadi? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Bugungi tartibga ko'ra. O'zbekiston fuqarolari ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ID karta oladi. Ya'ni eski pasport yangilanishi kerak bo'lgan paytda fuqaro odatda ID karta oladi. Bu faqat yoshlar uchun emas, pensionerlar uchun ham amal qiladi. Birinchi holat, pasport muddati tugagan bo'lsa. Masalan, 1952 yilda tug'ilgan fuqaro 2024 yilda pasport olgan. Pasportda amal qilish muddati 2024 yilgacha deb yozilgan. Agar u fuqaro 2026 yilda bankka borsa, hujjat muddati tugagan deb chiqishi mumkin. Bunday holatda u eski pasportini uzaytirmaydi, balki ID karta oladi. Bu yerda men pensionerman, menga tegishli emas deyish noto'g'ri bo'ladi. Ikkinchi holat, pasport yo'qolgan bo'lsa. Juda ko'p pensionerlar hujjatini uyda saqlaydi. Ba'zan ko'chib o'tish, shifoxonaga yotish, qarindoshinikiga borish paytida pasport yo'q bo'lib qoladi. Agar eski pasport yo'qolsa, yangi hujjat sifatida ID karta rasmiylashtiriladi. Bu holatda avval yo'qolgan hujjat bo'yicha tegishli tartibda murojaat qilinadi. Keyin yangi karta olinadi. Uchinchi holat, pasport yaroqsiz bo'lib qolsa. Masalan, sahifalari yirtilgan, suv tekkan, yozuvlar o'chgan, surat ko'rinmay qolgan, muhrlar o'qilmaydi. Ba'zan pensionerlar pasportni polietilen paketda yillar davomida saqlaydi. Lekin baribir hujjat eskiradi. Agar hujjat orqali shaxsini aniqlash qiyin bo'lsa, u yaroqsiz hisoblanishi mumkin. Bu holatda ham ID karta olinadi. 4-holat familiya.
ism yoki boshqa shaxsiy ma'lumot o'zgarsa, ko'proq ayollarda nikoh, ajrim yoki hujjatdagi xatoni tuzatish sababli familiya masalasi chiqadi. Masalan, bir ayolning pensiya hujjatlarida familiyasi Karimova, pasportida esa Karimova Xolmatovna kabi yozuvdagi tafovut bor. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 12 may, boshqa joyda 20 may bo'lib ketgan. Bunday mos kelmasliklar keyinchalik pensiya, meros, bank omonati, notarial ishonchnomasi masalasida katta muammo tug'diradi. Shuning uchun ma'lumotlar to'g'rilanganda yangi ID karta beriladi. 5-holat. Fuqaro o'zi ixtiyoriy ravishda ID karta olmoqchi bo'lsa, ba'zi odamlarning pasporti hali amal qiladi, lekin ular zamonaviy hujjatga o'tmoqchi. Masalan, farzandi onasiga elektron davlat xizmatlaridan foydalanib berishi kerak. Bankda identifikatsiya qilish osonroq bo'lsin deydi. Bunday holatda ham murojaat qilish mumkin. Endi kimlar shoshilmasligi mumkin? Agar sizning biometrik pasportingiz amalda bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, hujjat yaroqli bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa va hech qaysi tashkilot sizdan ID karta talab qilmayotgan bo'lsa, vahimaga tushish shart emas. Lekin men ekspert sifatida bitta narsani maslahat beraman. Baribir pasportingizning amal qilish muddatini tekshirib qo'ying. Chunki ko'pchilik pasportni faqat kerak bo'lganda ochadi. Kerak bo'lganda esa kech bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner otaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Kartaning muddati tugaydi. Bankka boradi. Bank xodimi shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Pasport muddati o'tgan bo'lsa, bank ayrim amaliyotlarni bajarmasligi mumkin. Shunda otaxon avval hujjat almashtirishga boradi. Navbat kutadi. To'lov qiladi. Keyin bankka qaytadi. Bir ish 2-3 kunga cho'ziladi. Agar oldindan tekshirganida bu muammo bo'lmas edi. Yana bir misol, pensioner ayol nabirasiga uyini hadya qilmoqchi yoki vasiyatnoma yozmoqchi, notariusga boradi. Notarius hujjatni tekshiradi va pasportdagi ma'lumotlar bazadagi ma'lumot bilan mos kelmayotganini ko'radi. Masalan, otasining ismi bir harf bilan farq qiladi. Notarius hujjatni rasmiylashtirmaydi. Avval shaxsiy ma'lumotlarni to'g'rilashni so'raydi. Mana shunday holatda ID karta olish jarayoni faqat karta olish emas, balki barcha hujjatlardagi ma'lumotni tartibga keltirish vazifasini ham bajaradi. Pensionerlar uchun alohida qulayliklardan biri shuki, yoshga qarab ID karta muddati farq qilishi mumkin. Odatda 60 yoshdan oshgan fuqarolarga ID karta uzoq muddatga ayrim tartiblarda muddatsiz berilishi nazarda tutilgan. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, agar pensioner ID karta olsa, keyinchalik har 10 yilda almashtirish majburiyati bo'lmasligi mumkin. Albatta, hujjat yo'qolmasa, yaroqsiz bo'lmasa, ma'lumotlar o'zgarmasa. Masalan, o'lin 2 yoshli fuqaro ID karta oldi. Agar uning familiyasi o'zgarmasa, kartani yo'qotmasa, karta sinmasa, chipi ishlamay qolmasa, u bu hujjatdan uzoq vaqt foydalanadi. Bu pensionerlar uchun juda qulay. Chunki har safar hujjat almashtirishga borish, to'lov qilish, navbat kutish, suratga tushish oson ish emas. Lekin bu yerda bir nozik jihat bor. Muddatsiz degani hujjatni hech qachon tekshirmayman degani emas. Agar kartadagi ma'lumot eski bo'lsa, masalan ro'yxatdan o'tgan manzil o'zgarsa yoki fuqaro boshqa hududga doimiy ro'yxatga o'tsa, tegishli ma'lumotlar elektron bazada yangilanishi kerak bo'ladi. Hozir ko'p ma'lumotlar kartaning ustiga yozilmasa ham bazada bo'ladi. Shuning uchun manzil, oilaviy holat, F5 va boshqa muhim ma'lumotlar bo'yicha o'zgarish bo'lsa, uni rasmiy tartibda yangilash zarur. Bu juda ko'p beriladigan savol. Men aniq tushuntiraman. ID karta ichki shaxsni tasdiqlovchi hujjat. O'zbekiston ichida davlat xizmatlari, bank, notarius, shifoxona, pensiya ro'yxatga olish kabi ishlarda ishlatiladi. Lekin chet elga chiqish uchun odatda xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Ya'ni ID karta bilan samolyotga chiqib, boshqa davlatga ketaveraman deb o'ylamaslik kerak. Masalan, pensioner ziyoratga, davolanishga yoki farzandinikiga Rossiya, Turkiya, Koreya, Qozog'iston yoki boshqa davlatga bormoqchi. U holda alohida xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Ichki ID karta uning O'zbekiston ichidagi shaxsini tasdiqlaydi. Lekin xalqaro safar uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun hujjat almashtirish paytida xodimdan aniq so'rang. Menga ichki ID karta kerakmi? Xorijga chiqish pasporti ham kerakmi? Ikkalasini adashtirmang. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Odamlar qayerda xato qiladi? Birinchi xato. Hamma pensionerlar falon sanagacha majburiy ID karta olish kerak ekan degan gaplarga ishonish. Har bir holatni alohida tekshirish kerak. Pasportingiz amaldami, muddati tugaganmi, yaroqlimi, ma'lumotlar to'g'rimi? Javob shunga qarab bo'ladi. Ikkinchi xato faqat mahaldan eshitgan gapga ishonish.
mahalla xodimi maslahat berishi mumkin. Lekin hujjatni rasmiylashtiradigan organ boshqa. Shuning uchun yakuniy ma'lumotni migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limidan, davlat xizmatlari markazidan yoki rasmiy davlat portallaridan tekshirish kerak. Uchinchi xato, hujjatdagi harflarga e'tibor bermaslik. Masalan, pasportda Yo'ldoshev yozilgan, pensiya hujjatida Yuldashev bo'lishi mumkin. Bir qarashda farq kichikdek tuyuladi, lekin elektron tizim uchun bu boshqa yozuv. Ayniqsa meros, uy-joy, bank omonati, pensiya qayta hisoblash, nogironlik nafaqasi, subsidiya olish kabi ishlarda bitta harf ham muammo bo'lishi mumkin. To'rtinchi xato, pasport muddati tugaganini bilmay yurish. Ayrim pensionerlar menga pasportni umrbod berishgan deydi. Ha, ayrim eski tartiblarda yoshi katta fuqarolarga uzoq muddatli yoki muddatsiz hujjat bergan bo'lishi mumkin. Lekin baribir pasportning o'zida nima yozilganini ko'rish kerak. Hujjatning oxirgi sahifalarini oching. Amal qilish muddati bor yo'qligini tekshiring. Agar tushunmasangiz, farzandingizdan, mahalla mas'ulidan yoki tegishli idoradan yordam so'rang. 5-xato, ID karta olgandan keyin eski pasportdagi ma'lumotlar kerak bo'lmaydi deb o'ylash. Aslida eski pasportdagi ayrim ma'lumotlar, masalan, avvalgi ro'yxatga olingan manzillar, nikoh qaydlari, bolalar haqidagi yozuvlar ayrim huquqiy jarayonlarda kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun eski pasport topshirilsa ham zarur hollarda undan ma'lumotlar arxiv yoki elektron baza orqali olinadi. Lekin siz o'zingiz uchun eski hujjatdagi muhim sahifalarning nusxasini oldindan saqlab qo'yganingiz yaxshi. Ayniqsa uy-joy, meros, nikoh, ajrim, familiya o'zgarishi bilan bog'liq sahifalar bo'lsa. 6-nozik jihat, pensioner o'zi bora olmasa nima bo'ladi? Masalan, yoshi katta, kasal, yurishi qiyin, yotoq holatda. Bunday vaziyatlarda yaqin qarindoshlar tegishli idoraga murojaat qilib, qanday tartib borligini so'rash kerak. Ayrim hollarda xodimlar joyga chiqqan holda xizmat ko'rsatishi yoki alohida tartib taklif qilinishi mumkin. Buning uchun tibbiy ma'lumotnoma, ariza, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi ehtimoli bor. Har bir hududda amaliy tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan telefon qilib yoki borib aniqlashtirish kerak. 7-nozik jihat, to'lov masalasi. ID karta rasmiylashtirish uchun davlat boji yoki yig'im bo'lishi mumkin. Uning miqdori baza hisoblash miqdoriga bog'liq bo'lib, vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Shuning uchun falon so'm ekan degan eski ma'lumotga ishonib bormang. Rasmiy joydan bugungi kundagi aniq summani so'rang. Ba'zi toifadagi shaxslarga imtiyozlar bo'lishi mumkin, lekin buni ham hujjat bilan tasdiqlash kerak. Endi men sizga aniq reja beraman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangiz pensioner bo'lsa, bugunoq birinchi qadamni bajaring. Pasportni olib, amal qilish muddatini tekshiring. Pasportning asosiy sahifasida berilgan sana va amal qilish muddati ko'rsatiladi. Agar muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin 3-6 oy ichida tugasa, hujjat almashtirishni kechiktirmang. Ikkinchi qadam, hujjatdagi ma'lumotlarni solishtiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, yashashi, ro'yxatdan o'tgan manzil to'g'rimi? Pensiya daftarchasi, bank hujjatlari, uy-joy kadastri, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi bilan katta farq yo'qmi? Agar farq bo'lsa, borishdan oldin qaysi hujjat asosida tug'ilash kerakligini aniqlang. 3-qadam, qayerga borishni aniqlang. Odatda ID karta olish uchun hududingizdagi ichki ishlar organlarining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilinadi. Ayrim xizmatlar davlat xizmatlari markazlari orqali ham ko'rsatilishi mumkin. Shuningdek, Gov.uz kabi rasmiy portallar orqali navbat olish yoki ma'lumot tekshirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l yashash joyingizdagi tegishli bo'limga telefon qilib, qabul kunlari, navbat tartibi, kerakli hujjatlar va to'lov miqdorini oldindan so'rab olish. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda sizga amaldagi eski pasport kerak bo'ladi. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganlik bo'yicha tegishli tartibda murojaat qilinadi. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar tug'ilgan sana yoki ismda xatolik bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, sud qarori yoki FHDYO hujjatlari talab qilinishi mumkin. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, qarindoshlar avval vakolatli idoradan alohida tartibni aniqlashtirsin. 5-qadam. Ariza berish jarayonida ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. Xodim sizning ma'lumotlaringizni tizimga kiritadi yoki bazadan chiqaradi. Mana shu paytda shoshilmang. Familiyangizdagi bitta harf, tug'ilgan sanangizdagi bitta raqam, manzilingizdagi bitta ko'cha nomi noto'g'ri ketib qolsa,
Keyin uni tuzatish yana vaqt oladi. Men har doim aytaman, hujjat olayotganda uyalmang, qayta tekshiring. Bu sizning huquqingiz. 6-qadam. Suratga tushish va biometrik ma'lumotlar. ID karta rasmiylashtirishda odatda surat joyida olinadi. Biometrik ma'lumotlar tekshiriladi. Pensionerlar uchun bu jarayon ba'zan qiyin tuyulishi mumkin, lekin odatda bir necha daqiqalik ish. Ko'zoynak, bosh kiyim. Tibbiy holat bo'yicha savollar bo'lsa, xodimdan oldindan so'rang. Surat aniq chiqishi kerak, chunki hujjat uzoq muddat ishlatiladi. 7-qadam. Tayyor bo'lish muddatini so'rang. ID karta odatda ma'lum muddat ichida tayyor bo'ladi. Qachon kelish kerakligi, SMS keladimi, qaysi joydan olish kerakligi, pensionerning o'zi kelishi shartmi yoki vakil olishi mumkinmi? Bularning hammasini ariza topshirayotganda so'rab oling. 8-qadam. ID'da kartani olgandan keyin uni tekshiring. Kartani qo'lga olgan zoti, familiya, ism, tug'ilgan sana, gestur va boshqa ma'lumotlarni ko'ring, xatolik bo'lsa. Darhol shu joyning o'zida ayting. Uyga borib, bir oy o'tib bilib qolsangiz, tuzatish jarayoni cho'zilishi mumkin. 9-qadam. Yangi ID karta olingandan keyin muhim tashkilotlarda ma'lumotni yangilang. Bankda, pensiya bo'limida, tibbiy muassasada, notariusda, kommunal xizmatlarda yoki boshqa joyda eski pasport raqami bo'yicha ma'lumot turgan bo'lishi mumkin. Odatda davlat tizimlari o'zaro almashadi, lekin amaliyotda ayrim joylarda yangilash kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun bank kartangiz, omonatingiz, pensiya hisobingiz bo'lsa, yangi hujjat bilan bir marta tekshirtirib qo'ying. 10-qadam. Hujjatni ehtiyot qiling. ID karta kichik bo'lgani uchun yo'qotish osonroq. Uni oddiy bank kartalar bilan aralashtirib yubormang. Bolalarga o'yinchoq qilib bermang. Issiq joyda qoldirmang. Bukmang, teshmang, ustiga yozmang. Yo'qolsa yana vaqt va mablag' ketadi. 1-vaziyat. 17 yoshli otaxonning pasporti bor. U pensiyasini kartaga oladi. Pasport muddati hali tugamagan, hujjat yaxshi holatda. Unga hozir darhol ID karta olish majburiyati bo'lmasligi mumkin. Lekin u pasport muddatini yozib qo'yish kerak. Agar muddat 2027 yilda tugasa, 2027 yil kelishini kutib oxirgi kunga tashlamasdan oldindan murojaat qilgani yaxshi. 2-vaziyat. 71 yoshli onaxon uyini nevarasiga hadya qilmoqchi. Notariusga borsa, pasportdagi familiya bilan kadastr hujjatidagi familiyada farq chiqdi. Bu holatda avval ma'lumotlar to'g'rilanadi. Kerak bo'lsa, FDYO yoki boshqa idoralardan hujjat olinadi. Keyin ID karta rasmiylashtiriladi. Shundan keyingi notarial harakatni bemalol qilish mumkin bo'ladi. 3-vaziyat. 12 yoshli fuqaro chet elga davolanishga ketmoqchi. U ID karta oldi va shu bilan safarga chiqaman deb o'yladi. Aeroport yoki chipta olish jarayonida undan xorijga chiqish pasporti so'raldi. Natijada davolanish muddati kechikdi. Shuning uchun men yana ta'kidlayman, ID karta ichki hujjat. Chet elga chiqish uchun alohida pasport masalasini oldindan hal qiling. Aziz tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, pensionerlar ID kartadan chetda qolmaydi. Eski pasport muddati tugasa, yo'qolsa, yaroqsiz bo'lsa, ma'lumot o'zgarsa yoki fuqaro o'zi murojaat qilsa, yangi ichki hujjat sifatida ID karta rasmiylashtiriladi. Agar pasportingiz amalda, yaroqli va ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, vahimaga tushmang, lekin muddatini albatta tekshirib qo'ying. Men sizga maslahat beraman. Bugun uyda ota-onangizning, buvi bobongizning pasportini bir ko'rib chiqing. Muddati, familiya ismi, tug'ilgan sanasi, hujjat holatini tekshiring. Agar shubha bo'lsa, rasmiy idoradan aniqlashtiring. Hujjat masalasini oxirgi kunga qoldirmang, chunki pensiya, bank, meros, davolanish, safar, notarius kabi ishlarning hammasi shaxsni tasdiqlovchi hujjatga bog'liq. Sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyada yozing. Pasportingiz muddati qachon tugaydi? ID karta oldingizmi? Jarayonda qanday muammoga duch keldingiz? Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensionerlar, nafaqa, hujjatlar, bank kartalari va davlat xizmatlari bo'yicha yana muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman.